Assalomu alaykum, Fozil o'z YouTube kanalining hurmatli obunachilari. Bizni uzoq yaqindan kuzatib borayotgan aka-ukalar, chorvadorlar, sigir ishqibozlari, bo'g'oz ishqibozlari. Biz sizlar uchun Namangan viloyati Chortoq tumanidamiz, aziz obunachilar. Hozirda biz Chortoqni o'sha sanatoriyasi tomonida To'xtasin akamizning mol fermalaridanmiz. Hurmatli aka-ukalar, bu yerda mana shu ona bola sigirimizni hozir sotuvga qo'yamiz. Albatta videoni ko'rishdan avval birdamdan like bosib, qo'llab-quvvatlab, oshna-og'ayni do'st birodarlarga qadrli turasizlar. Bugungi sana 18-may haftaning qaysi kuni? To'xtasin aka? Bozor kuni, yakshanba kuni 2025-yil. Shunaqangi sog'lom, ishonchli, sigir qilsa arzigulik, qolaversa bolasi buqosidan olmoqchimisiz? Marhamat, ekrandagi nomer sizlarning xizmatingizda. Telefon qilib bog'lanib, bemalol To'xtasin akamdan mana shu ona bolani sotib olsangiz bo'ladi. Sizlarga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Video rolikni boshlaymiz. Ekrandagi nomer sizlarning xizmatingizda. Akalar, soqsa arzigulik, xudo xolasa chiroyli yaxshi sigirimiz. Assalomu alaykum To'xtasin aka. Va alaykum assalom. Qalaysiz? Charchamayapsizmi? Mana shu sotali deb bugun bozorga bola ham oq tumshuq shved tondagina. Ha, o'zi ham bo'g'oz. Necha oylik bo'g'oz aka? 2 oylik yetishtirdik qo'y. 2 oylik bo'g'oz, garantiya bo'g'oz. Garantiya. 2 oylik garantiya bo'g'oz, yonida 2 oylikdan o'tgan bolasi buqacha. Ha, 2 oy keyin. Xo'p. Sigirimizni bo'ylari 1.25 plus, 1.30 atrofida bo'y basti. Xudo xolasa yaxshi narsa, aziz obunachilar. Nechta suti bor To'xtasin aka? 10 ta 8 litrga qo'ysin. Menga ham egasi buni 15 ta soqqandan deb beruvdi. Aha. Buqadan chiqqandan keyin sal pasayib qoldi-da uni. Ha, buqadan chiqqandan keyin buqaga qo'yguncha 15 litr bergan ekan. Hozir buqadan chiqqandan keyin 10 litr beryapti ekan, aziz obunachilar. Chap demadi janovar. O'ngi chapi yo'q ekan, so'skalari juda chiroyli. Faqat chiroylari zo'r. Bunu qarang, qaymoq rangini qarang. Maloshni rangi chista oppoq zo'r. Xo'p, buni qarang. Quyuqda suti. Shuning uchun bola ham yaxshi dema. Bolani qarang akalar. Kishi ham chiroyli. 8 yangi yoryapti deyishdi. 8 yangi yoryapti. 6 oltita naq. o'tganda. Katta 6 ta naq. 2 oylik bo'g'oz. 2 oylik naq pul. 7-ishisiga necha kun kafolat aka? Garantiyasi bor bu 2 haftaga daho. 7-ishisiga 2 hafta kafolat. Sutiga. Egasi 15 ta degan, lekin u sut yo'q ekan. Aha. Men 8 ta rosmoni saqlab oldim. Aha. Bir mahal. 8 ta. Bolasidan tashqari. Ha, 3 ta emchagini saqlab. Bolani qarang. Bitta emchagini Zo'r narsa. bolasiga berdim. Bolani haqiqatdan zo'r berib. Mana qarang, mashalloh. Bola zo'r. Yaxshi, chiroyli. Mol o'ta zo'r. Aka, dastlabki xizmatiga nima qilamiz? Dastlabki shu vodiy bo'ylab yetkazib beramiz. Aha. Bo'lmasa pulidan bir o'tib beramizda. Pulidan o'tib beriladi. Vodiy bo'ylab dastlabkasi bo'ladi. Bolasi o'tga ham kirgan ekan mana akalar. Beli sof. O'shanda kuni 40 millionga olganmiz. Maqsadimiz buni boqamiz deb o'yladik. Pul yaxshilikka ishlatyapmiz deb pul kerak. Pul kerak qoldi. O'shani olamiz. Xo'p, aka, chorshanba kuni 40 millionga olgan bo'lsangiz, hozir necha pul narx qo'yasiz bu sigirimizga? O'shanda o'zida 1 million foydasiga yuqori bolaga bermaydi. Aha. Endi kelishamiz. Kelishiladi. Narxi bo'lsa, davolasa. Ha, bo'pti, narxini qancha aytamiz bo'lsam aka? Buni. Hozir 42,5 bo'ladigan narx. 42,5. Bo'g'ozini ham 44 ga sotishdi, bega olibdi. Ha, bo'g'ozini? Bo'g'ozni o'zini 8 oylik yetim bo'g'ozni mana shunaqa Donor degan bola 44,5 ga sotdi-da. 44,5 millionga sotdi. Lekin mol zo'r, soskelar tutur yaqida. Mol ko'rinib turibdi, zo'rligi, o'ngi chapi yo'q ekan akalar. Yo'q. Haqiqiy ro'zg'or bo'lib sigir ekanda bu, ro'zg'or. O'z demadi. Pasharku. Orqasidan bakini ham. Shuni ko'rsataylik aka. Narxini aziz obunachilar eshitdinglar, 42 millionga kamini qilib beraman deyishyapti. Mana toza Qirg'iziston poroda shved sigir. Ehtiyot bo'ling. Qani? Mana hozir Aqdan o'tay. shu oldinlik. 8 yangi yorgan. Qilich 8 ta ekanda. Qilich 8 ta ekan akalar, qilich yalamagan. Toza 8 kurak. Egasi ikkinchi bola dedi. Lekin qonida teshtirdi, bugun ham 2 oylik yetuk bo'g'oz edi. 2 oylik yetuk bo'g'oz. Akalar toza Qirg'iziston poroda. Endi Qirg'iziston poroda bo'lib ham bu qanaqa gibridda ko'ryapsiz-ku, Qashqa shved. Bu qanaqadir shu
Nasldor molga gibrid, nimaiki qashqasi bor. Rozg'orga maza. Haqiqiy rozg'or bor, eti boshi ham yaxshi ekan haqiqatdan. Aka buni 42 millionga kamini qilib berasizmi? 500 ming o'tib beramiz. O'tib berasiz. 42 millionga, Ha, 500 ming so'm. 42 millionga aziz obunachilar kamini qilib berilar ekan. 500 ming so'm aytilgan narxdan o'tib berilar ekan. Kelishsin, ko'rishsin. Agar ma'qul kelsa pul zarur. Shutursa biga qaramamiz. Hozir o'zimizdanman desa bo'ldi. Gap yo'q aka. O'sha kuni ham shunaqa qo'ydik. Yarim soatda tugadi mol. Mollaringiz o'zi Bizda yomon mol olib chiqmaysiz. Siz yaxshi bilamiz. Yomon gap yo'q. Mana akalar molni ko'ring. Zo'r narsa. O gap. Rasa o'zi ham ozoda mol ekanda. Men boqaman deb o'yladim. Pul kerak bo'ldi, men qarab hozir. Tegini qarab janovar. Rasa ozoda mol ekan, zo'r mol ekan. Janovar. Uni dimlab netmaganmiz misol. Bir mahal sog'ayasizmi, ikki mahal? Bir mahal. Bir mahal sog'ayasiz. Bir mahal 3 tenchaga 7 ta oshiqroq sut berdi kecha. Xo'p, mana ularni sotamizmi, sotmaymizmi bularni? Bular boqamiz deb. Lekin mana sigiringiz ham zo'r sigir ekan, bu shvet ham. Mayli agar mana shvetni ham sotib olaylik. Qancha bu aka? 4 litr sut beryapti. Bolasini oldinroq sotgan suyali Xo'p. Nech pul bu? Zo'r narsa ekan. 18,5 bo'ldi beramiz. 18,5 bo'lsa, kamini qilib berasizmi? Kelishtirib ayting. Yetkazib beramiz. Yetkazib berasizmi? Yetkazib beramiz. 18,5 ga yetkazib beramiz deyishyapti. Akalar, Selos bor. Selos juda ham arzon narxda. Selos olaman degan aka-ukalarimiz ham bemalol shu ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqib ko'rasizlar. 600 dan oldim, donsiz. Aha. 5 tonna oldim. 5 tonna. 3 kun bo'ldi. Qoplatib qo'ydim. Qayerlarda? Aziz obunachilar, mana Selos ham bor ekan. Nechta kiloli bu aka? Kiletini bilmayman. 600 so'mdan oldik. Aha. Qanchadan sotasiz aka buni? Sotsangiz. Biz yaqinroq bo'lsa, misol, Ha. qoplatib olib qo'ydik 600 so'mdan olib ketib yedirib 600 so'mdan bo'lsa, olib ketib yediravering ekan aziz obunachilar. 600 so'mdan. Вообще bekorga-da 600 so'mdan. Uni qarang. Mana. 600 so'mdan bekorga akalar вообще. 600 so'mdan laboda tashavan beraylik. Laboda tashavan berar ekanlarni 600 so'mdan. Qayga tashlab berasiz aka? Shunda. Qayga deysiz, yetkazamiz. Qayga? Voha tomondan so'rab qolishsa-chi aka? Ha, vohaga ham yetirib beraylik. Bir kun vaqt ketadi. Gap yo'q. Bu aka borku haligi daryo, yuragi daryo inson bor. Bo'lgan bo'lsa, otxonani buzib boshqatdan quramiz, xudo xolasa. Gap yo'q. Niyat boshqa. Yashang aka. Lekin aytilgan narxdan kelishtirib berasiz, ha? Ha, aytilgan narxdan albatta o'tib beramiz. Aziz obunachilar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ekrandagi nomer sizlarning xizmatingizda. Ha, biz syomkamizga yakun yasaymiz. Boringlarga shukr. Tanlovda adashmanglar. Ham bo'g'oz, eshitdinglar mana sigirni, ham yonida bolasi bor. Qarabsizki, 9 oydagi molingiz 3 taga aylanadi. Bunaqa variantni kamdan kam uchraydi. Eng asosiysi ishonchli joydan. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.